BDT kishilik huquq doklati haqida muloyiza. 1-qism. 2022 yil 8 ayning 31 kuni BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi uning oliy komissari Michel Bachelet xizmatidan ayrilishdan 13 minut burun Xitoy hukumatining besim bilan bostirib qo'ygan va Uyg'urlar uzundan buyon kutib kelgan Uyg'ur kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi dokladni e'lon qilgan bo'lib, dokladda gerçi nurg'un isbotlarni naql keltirgan bo'lsa-mu, ammo dokladning 143-moddasida atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida hukumatning terrorlikqa va oshqunlikqa qarshi turish strategiyasini qo'llanish doirasida ig'ir darajada kishilik huquq dafsandichiligi yuz bergan. 148-moddasida xalqaroliq jinoyatlarni, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilgan bo'lishi mumkin deb yakun chiqargan. Ya'ni irqiy qirg'inchilik degan so'zni tilga olmagan. Hatto insoniyatga qarshi jinoyatni keskin jazmlashtirmagan. BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining u doklati e'lon qilingandan keyin Uyg'urlar ichida u dokladga nisbatan o'xshamagan ko'z qarashlar bildirilgan bo'lib, ba'zilar u dokladning e'lon qilinishi Uyg'urlarga nisbatan cho'ng bir g'alaba deb tantana qilishgan bo'lsa, yana ba'zilar u dokladga so'g'aqqanlik bilan qarab, u doklad garchi biz umid qilgandek bo'lmasa-mu, biroq uning e'lon qilinishini yanada yaxshi bir ilgirlash deb qarab, uningga bo'lumliq pozitsiyada bo'lmoqda. Yana ba'zilar bo'lsa u dokladning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tilga olmaganligi va yoki Uyg'urlar duch kelgan qirg'inchilikni ojizlashtirib e'lon qilganligi sababidan u dokladning ahamiyatini butunlay inkor qilishmoqda. Bizningcha, biz oldi bilan bu dokladga ikki tarafdan qarab, u dokladning yetarsizligi va ahamiyatini reallikni chiqish qilib analiz qilib, ortiqchiligini qarshi elishimiz, kamchiligiga tanqidimizni va fikrimizni bayon qilib, adolatning o'rnini tepish uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatishimiz texmi aqlga muvofiq deb qaraymiz. Chunki ranjish, inkor qilish yoki qiydash bilan hech shal bo'lmaydi. Dokladning yetarsizligi. Oldi bilan bu dokladning oxirgi minutlarda bo'lsa-mu e'lon qilinishi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilari, bo'libmi lager shohidlari, Uyg'ur masalasi mutaxassislari, xalqaro inson huquq tashkilotlari va bir qism g'arb davlatlarining izchil tirishchanligining natijasi. Buni hargiz inkor qilishga bo'lmaydi. Ammo doklad haqiqatan Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning darajasini ko'p ojizlashtirib o'tgan. Doklad bak kechikib e'lon qilingan va Uyg'urlar umid qilgandek yozilmagan. Bular dokladning eng cho'ng yetarsizligi bo'lib, albatta uning sabablari har xil. Uning muhim sabablarining biri Xitoy hukumatining dunyodagi, jumladan BDTdagi ta'siri va kuchi bo'lib, BDT kishilik huquq oliy komissar ishxonasi biror davlatga tava tashkilot bo'lmasdan 200 dan ortiq a'zo davlati bo'lgan va Xitoyni o'z ichiga olgan BDT qarmog'idagi tashkilot. Xitoy hukumatining BDTga bo'lgan ta'siri nihoyatda kuchli. Ham shundaqla Xitoy hukumatining BDTga a'zo ko'plagan kichik va taraqqiy qilayotgan davlatlarga bo'lgan ta'siri sababidan u davlatlar hozirga qadar izchil holda Xitoy tarafda turib kelgan. Shu sababdan bu kichik davlatlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llab kelgan bo'lg'achqa, ularning bu dokladning vaqtida e'lon qilinmasligi va Xitoy hukumatiga qarshi kuchli bir yakun chiqarilmaslikda nihoyat zo'r ta'siri bor deb qarashga bo'ladi. Dokladning ahamiyati. Endi dokladning ahamiyatiga kelsak, uning ahamiyatini xalqaroga ko'rsatgan ta'siri va vatandagi vaziyatga ko'rsatadigan ta'siri deb ikki tarafdan tahlil qilishga to'g'ri keladi. Dokladning xalqaroliq ahamiyati. Bu dokladning e'lon qilinishining xalqaroga ko'rsatgan ta'siri nihoyat zo'r bo'lib, bu doklad e'lon qilingandan keyin Ukraina urushi qo'zg'algandan keyin xalqaro kun tartibida sal bo'shab kelayotgan Uyg'ur masalasi qaytadan biraqli jonlanib, xalqaroning kun tartibiga aylandi. Bu doklad sababidan butun dunyodagi nurg'unlagan axborot vositalari Uyg'ur masalasiga muhim o'rin bermoqda. Bo'libmi bu dokladdan qattiq o'sal holatga tushib qolgan va besim his qilgan Xitoy hukumati 48 batlik bu dokladning e'lon qilinishi bilan uningga qarshi 131 batlik doklad e'lon qilgan. Undan boshqa bu doklad e'lon qilingandan keyin burun Uyg'ur masalasiga uncha ko'ngil bo'lmagan
yoki o'ttirliqda qolgan bir qism davlatlar Uyg'urlarni qo'llab ifoda bildirishi mumkin. Hatto burun Xitoy hukumati tarafdori bo'lgan bir qism davlatlarning pozitsiyasida o'zgarish bo'lishi, Uyg'urlarni qo'llashi, hech bo'lmaganda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik siyosatini qo'llashdan to'xtashi mumkin. Bularning hammasi bu dokladning Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishga bo'lgan zo'r ahamiyatidir.